sizni haqingizga birga duo qilmoqchiman. Amin deb turing. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zolimin. Rob taolo sizni gunohlaringizni mag'firat qilsin. Alloh taolo sizni yanagi shu kunlargacha Baytullohga mehmon qilsin. Alloh taolo gunohlaringizni mag'firat qilib, kasalliklaringiz, bemorligingiz bo'lsa Alloh shifo bersin. Qarzlaringiz bo'lsa Alloh taolo najot bersin. Muammolaringizni hal qilsin. Agar farzand talabida bo'lsangiz, Alloh taolo solih farzand bersin. Farzandlaringizga Alloh taolo hidoyat, iymon, ilm bersin. Ota-onalaringiz hayot bo'lsa, umrlarini uzoq qilsin. Vafot qilganlari bo'lsa, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Alloh taolo nimaiki shar'iy maqsadlaringiz bo'lsa yetkazsin, armonlaringizni ushatsin, orzularingiz amalga oshsin. Amin deng, amin deng, amin deng. Yaxshi ko'rgan do'stlaringizga ham tarqatib qo'ying. Ular ham duoyimizga sherik bo'lib qolsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohu